eshitamiz. Our group name is Eagles. Hop, oxirida uchinchi tushuntiramiz. You can call me Gulchapchap. Gulchapchap. Name. I'm 40 years old. I'm a flight attendant. I'm a flight attendant. I have married. I have 6 children. Okay, my hobby is fishing. So I like fishing. And I like to eat fish. Okay, sleeping is my cup of tea. Hop. Bu narsa hech qaysisi to'g'ri emas edi, xato edi, faqat muhim rol o'ynaydi. Buni bitta kuluvchi introductionda buni любой yoshga, любой fanga, sohaga ham qilsangiz bo'ladi. Masalan, isboti, mana bu yerda biology bo'lib turib, biologyga o'sha mavzuga doir rasmlar qo'yib turib, atamalarini qo'ysa, shu orqali gapirsa, bola ham odam xotirasida cho'tga qoladi, ham qiziqarliroq bo'ladi. Mana faktga qarab gapirgandan ko'ra, bu bizning bir yangi metodimiz hisoblanadi, introduction. Lekin buni любой sohaga, любой fanga, любой mavzuga to'g'rilasa bo'ladi. Klilga zo'r metod. Молодцы. Zo'r. Endi bilmadim, so'ragan. Zarifa. Abdurahmonov. 90-80 o'rganmisiz? Yo'lda 10-24. 90-80 o'rganmisiz? Bu ana bitta qiz bilan anglashganmiz-da. Lektorlarda Zarifasiz. Bo'yini Yo'llarni yaxshi. Yaxshi kechiradi. Bitta narsa javob beraman. Zarif Lolaxon. Erkin va Mahmud opa. Oradasi Madimaxon. To'xtamish hozirda. Ibodat Mahmuna. Manzura. Ma'lumot boyagidek boshqa ekanda. 2 marta chiqdimmi? Manzura men ham men aytdim. Ha, tegina yana. Rasmda siz Manzura edi. Akmalda oxirida. Bu qadar bari mavzu zombie. 18 soatgacha sababli holatda bo'lsangiz avtomatik chiqib ketasiz. 10 quloqni quyib oling. O'tgan safar 582 tadan 96 kishi nasiyaga chiqdik. Sizlarning oldingi safarisiz. Erta bo'lib qolishib borasizlar. Ariza yozib qo'ygan, qazoga